Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. O'zbekiston mahallalar uyushmasi va Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan raqamli mahalla platformasi mahalla raislari va yettilik a'zolariga chinakam ko'makchi bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Bugungi kunda respublikadagi barcha mahallalar yettiligi kundalik faoliyatini to'liq raqamli mahalla platformasi hamda uning mobil ilovalari yordamida yuritmoqdalar. Ijodiy jamoamiz bilan biz Jizzax shahrining Jizzaxlik mahallasida mehmonda bo'ldik va bugungi kunda raqamli mahalla platformasi haqida fikrlar bilan o'rtoqlashdik. Bugungi kunda mahallalarda raqamli mahalla platformasi yuritilmoqda. Bu mahallalarni raqamlashtirish, mahallalar qog'ozbozlikdan voz kechish, ortiqcha qog'ozbozlik, byurokratiyadan voz kechish maqsadida ushbu platforma ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda ushbu platformadan mahalla yettiligi tomonidan doimiy ravishda foydalanib kelinmoqda. Aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish bo'yicha yagona savolnoma moduli ishlab chiqilgan. Yagona savolnoma moduli orqali mahalladagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar o'rganilmoqda. Bugun barcha yettilik jamoamizga to'g'ridan-to'g'ri planshetlar berildi. Raqamli mahalla platformasiga kirib, bugun fuqaro migratsiyasimi, deylik, chet elga chiqadimi, ish bilan band qilish kerak bo'ladimi, ularga ijtimoiy-iqtisodiy yordamlar kerak bo'ladimi, biz ochiqdan-ochiq shaffof tarzda bu platforma orqali ko'rib turamiz. Bu esa mana shu xalqimizga xizmat qilishga keng imkoniyat yaratish bilan birga bizni ishimizni to'laqonli osonlashtiradi va yengillashtiradi. Raqamli mahalla platformasi respublika miqyosidagi 9000 dan ziyod mahallani qamrab olgan bo'lib, tizimdagi davomat moduli orqali mahalla yettiligining ishga kelib ketishi, zimmasidagi majburiyatlarni qay darajada bajarayotgani nazoratga olingan. Jizzax viloyatida 304 ta mahalla mavjud bo'lib, unda faoliyat olib borayotgan mahalla yettiligi tomonidan har kunlik davomat yuritib borilmoqda. Onlayn ravishda ular o'zini Face ID tizimi orqali mahalla binosidan turgan holda ish jarayonida davom etmoqda. Mahalla yettiligi tomonidan xonadonma-xonadon yurib, o'rganib, aholining muammolari, xorijdan qaytgan fuqarolar muammolari, ular bandligini ta'minlash, ularga ijtimoiy yordamlar, ko'maklar ko'rsatish bo'yicha ishlarim davom etmoqda. Hokim yordam sifatida mahallada aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish ishlarini amalga oshiramiz. Aytadigan bo'lsak, mahallada ishsiz fuqarolar, ya'ni raqamli mahalla platforma orqali kelgan migratsiyadan qaytgan fuqaro O'zbekistonga kelgandan keyin, ya'ni ishsiz bo'lishi ko'p holatlarda uchraydi. Ya'ni ularni ish bilan band qilish maqsadida ularga mavjud bo'sh ish o'rinlari taklif etilishi, undan so'ng o'sha tadbirkorlik yoki bo'lmasa o'zini o'zi band qilish imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, unga kreditlar berish, ya'ni ularni g'oyalarini yoki bo'lmasa kasb hunarida o'qitish, shu ishlarni amalga oshiramiz. Raqamli platformaga kiritilgan. Bugungi kunda raqamli mahalla platformasida Jizzax viloyatida 45762 nafar fuqarolar xorijga qaytgan va ketganlar ro'yxatga olingan. Ketish istagidagi fuqarolar bilan hozirgi kunda migratsiya agentligi bilan birgalikda o'qitish ishlari, tilga, kasb hunarga o'qitish ishlari olib borilmoqda. Raqamli mahalla platformasi shu mahallalarimizni ishlash faoliyatiga qanday yangiliklar olib kiryapti? 3000 taga yaqin fuqarolarimiz bor. Shunga asosan men ijtimoiy ishlaydigan kontingent bir 200 ta 300 tani qamrab oladi. O'sha nogironlar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar bilan ishlayman. Endi yil davomida murojaatlar juda ham ko'p bo'lmagan, chunki o'sha xalqni, fuqarolarni xonadoniga ichiga kirib borishga harakat qilamiz. Ularning muammosini yechishga harakat qilganligimiz sababli ularning murojaatlari javobsiz qolmaydi. Raqamli mahalla platformasi bu xonada o'tirib faqat kompyuter orqali boshqarish emas, balki mana xonadonga kiryapmizki, har doim mana shu qo'limizda planshet orqali ham ushbu platformadan foydalanishni o'zi ham bizga bir qulaylik berdi desam adashmayman. Raqamli mahalla platformasiga ulangan foydalanuvchilarning ish jarayonida yuzaga keladigan tushunmovchiliklarni zudlik bilan hal qiluvchi mexanizm yo'lga qo'yilgan bo'lib, malakali mutaxassislar yuzaga kelgan muammolarni zudlik bilan bartaraf etishadi. Mijozlarga zarur texnik xizmat va ko'mak ko'rsatiladi. Hozirgi kunda Unicorn Soft Jizzax viloyat filiali tomonidan mahallalar uyushmasi Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan hamkorlikda ish olib borilmoqda. Ushbu ish jarayonlari natijasida tizim to'liqligicha
o'rganib chiqilmoqda hamda tizimda yuzaga kelayotgan kamchiliklar bizga darhol aytiladi hamda viloyat mas'ul xodimlari tomonidan bartaraf etiladi. Bu raqamlashtirish jarayonlari 5 yildan keyin mahalla raislari onlayn har bir ko'rsatkich, har bir yo'nalish, mahalladagi ijtimoiy iqtisodiy ma'lumotlar, fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlar hammasi raqamlashgan bo'ladi. O'sha hamma ma'lumotlar qog'ozda emas, raqamlarda aniq sifralarda ko'rinib turadi. U yagona ma'lumotlar yuritilishiga zamin yaratib beradi.